Er-xotin 5 yoshli farzandini uxlatib, o'zlari mehmondorchilikka ketishdi. Yarim kechasi farzandi uyg'onib ketib, ota-onasini oqtarishni boshladi. Topolmagach, yig'ladi. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin otasi yangi olib kelgan televizorda yoqaman deb uni tushirib yubordi. O'sha zahoti uyga ota-onasi keldi. Va otasi qarashaki, yangi olib kelgan televizor yerda sinib yotibdi. Otasini jahli chiqdi va bolani kaltakladi. Onasining qarshiligiga qaramasdan bolani ikki qo'lini boylab hammomga qamab qo'ydi. Ertalab onasi uyg'onishi bilan hammomga yugurdi. Va ko'z bilan ko'rsinki, bolani ikki qo'li qop-qora. Zudlik bilan shifoxonaga borishdi. Shifokorlar ularga bolaning qo'liga qon o'tmagani, shu sababdan qo'llari ishdan chiqqanini aytishdi va ikkala qo'lini kesib tashlashdi. Bu voqealardan so'ng otasi har gal ishdan kelganida bolasi yugurib borib, unga shu jumlalarni aytarmish. Dadajon, qo'llarimni qaytarib bering, men sizga o'zim yangi televizor sovg'a qilaman.